Urbanizatsiya jarayoni, aholi sonining oshishi natijasida jamoat transportiga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Aholi orasida eng iqtisodiy, tez va qulay vosita sifatida avtobus, elektrobus va metroga talab yuqori. Bu o'z navbatida yangi yo'nalishlar ochish, zamonaviy transport vositalarini olib kelish, xizmat ko'rsatishni yaxshilash zarurligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi jamoat transporti tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sohada yangi davrni boshlab berdi. Qarorga asosan Toshkent shahriga 1000 ta hamda Nukus shahri va viloyat markazlariga 1000 ta avtobus olib kelish ko'zda tutilgan. Bu jarayonda O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy ishtiroki ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamoat transportini boshqarishda mutlaqo yangi yondashuv, brutto shartnoma tizimi joriy etildi. Asosiy e'tibor harakat tarkiblarini yangilash masalasiga qaratildi. Loyihani amalga oshirishda O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan transport korxonalariga imtiyozli kredit ajratish yo'lga qo'yildi. 2023-2025 yillarda hududlarda jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha 2026-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra jami 2165 ta avtobus sotib olindi. Ularning umumiy qiymati $327 million tashkil etdi. Shundan 1699 tasi tabiiy gazda va 466 tasi elektrda harakatlanadi. Ushbu loyihalarni amalga oshirish natijasida 4,5 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Yaqingacha jamoat transportida ochig'i yaxshi emas edi. Prezidentimizga ming rahmat. Fuqarolar uchun mana shunday yo'lovchi transportini rivojlantirib berdilar. Farzandlarimiz uchun, xalqimiz uchun juda qulay bo'ldi. Prezidentimiz tadbirkorlarga juda katta qulaylik yaratib berdi. Avtobusning ishi komfort, yozda salqin, qistin kuni jilli. Ayniqsa karta orqali to'laganda yana ham qulayliklarga ega. Biz Milliy bank bilan hamkorlikda yana qo'shimcha avtobuslarni xarid qilib, ish faoliyatimizni kengaytirish rejalashtirganmiz. O'zining Atto приложениесі бар. Сол приложение orqali avtobus qay manzilga keltirganini qarab turib, siz ko'p kutmay uydan chiqsaq bo'ladi. Xavfsizlik tarafi Nukus qalasida bilasiz, mashina ko'p. Bu avtobuslarga yo'l harakati xavfsizligi tarafidan belgilangan o'zining polosasi bor. Сол polasa orqali yo'naltiradi, ham unday qattiq yig'ilmaydi. Avtobusning ishi komfort, yozda salqin, qistin kuni jilli. Bunday avtobuslarni xalq uchun ko'paytsak, qatnov uchun hech qanday mashqalar bo'lmaydi. Yangi islohotlar Qashqadaryoda ham o'z so'zini aytdi. Eski jamoat transport vositalari o'rnini 129 ta zamonaviy avtobuslar egalladi. O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy ko'magi bilan olib kelingan jamoat transportlari bugun aholiga xizmat qilmoqda. Yaqingacha jamoat transportida ochig'i yaxshi emas edi bizda Qashqadaryoda ayniqsa. Bugun yo'llarimizda har lahzada zamonaviy avtobuslarni ko'rib quvonamiz. Bu qulay biz nuroniylar uchun. Qishda issiq, yozda sovutgichlari bor, ham yo'l kirasi ham arzonda. Bu yo'lovchi transportidagi mana shu yaxshiliklar bu hammamiz uchun bir imkoniyatda. Prezidentimizga ming rahmat. Fuqarolar uchun mana shunday yo'lovchi transportini rivojlantirib berdilar. Transport xizmatlari ko'rsatishda moliyalashtirishning yangi brutto shartnoma tizimiga o'tilgani tadbirkorlarga ham rag'bat bo'ldi. Bugun ular hech qanday hadiksiz o'z xohishlari bilan sohaga kirib kelishmoqda. Bu juda qulay avtobus. Paruslari bor. Odamlar qiynalmay chiqadi va qiynalmay tushadi. Bitta avtobusda bir kunda qancha odamlarga xizmat qilganini ham hisob-kitobini chiqarib beradi. Avtobus ichida turgan kameralar integratsiya qilib, mana garajlarimizga ulangan turibdi. Har bir haydovchining harakati ko'rib turamiz. Qashqadaryoda 9 ta marshrutimiz bruttoga o'tgandi. Biz hozir yana 3 ta marshrutni bruttoga o'tkazdik. Bu degani 12 ta bo'ldi. Hozir yana 2 ta marshrutni bruttoga o'tkazishga avtobuslarimiz bor. Hozir unga ham tayyorgarlik ko'ryapmiz. Uni ulasak 14 ta marshrutimiz bo'ladi. O'zi bizda 21 ta marshrut bruttoga o'tgan. Brutto tizimda ham juda chiroyli tizim bo'ldi. Prezidentimiz tadbirkorlarga juda katta qulaylik yaratib berdi. Bitta Qashqadaryo shahrida emas, boshqa tumanlarda ham xuddi shunday avtobuslarni olib kelib, xalqni rozi qilishga harakat qilamiz. 2025-yil aprel oyida
Milliy bankdan kredit oldik. Jizzax shahriga brutto asosida 30 ta avtobus olib keldik. Barcha talablarga javob beradi. Haydovchilarimizga juda qulay sharoitlar yaratilgan. Ilgarigi haydovchilarga o'xshab avtobusni yuvish, remont ishlari bilan shug'ullanmaydi. Ertalab qizdirilgan holatda ishga chiqishadi. Aholimiz mamnun. Mana O'zbekistonimizda bo'layotgan o'zgarishlardan juda xursandmiz. Mana ayniqsa mana hozir avtobuslarimiz farzandlarimiz uchun, xalqimiz uchun juda qulay bo'ldi. Elektron to'lovlari ham juda qulay. Yangi bekatlar qurilgan. O'zgarishlar katta. Prezidentimizdan minnatdormiz. Jizzax shahrida avtobus qatnovi juda yaxshi. Qishloqda hamma joylarga borgan. Shunchalik bo'lardi. Yaqingacha nima Isuzu avtobuslari bordi, tiqilinchida bir odam esa ikki joydan tushib sig'may qolardi. Mana bunda hamma sig'adi. 6 ta yo'nalish bo'yicha xizmat ko'rsatib kelmoqda. Har kuni 250 ming aholini manzilga yetkazib bermoqda. Qish kunda mana issiqqina, yozgi kunda salqin, ayniqsa karta orqali to'laganda yana ham qulayliklarga ega. Oraliq masofasi ham anchagina qulay bo'lib xizmat qilyapti. 5 daqiqadan 10 daqiqagacha oraliqda avtobuslar qatnaydi har bir yo'nalish bo'yicha. Avtobuslarimizni biz elektron tarzda qayerda yurganini ko'rishimiz mumkin. Talabalar har doim shunaqa jamoat transportlaridan foydalanishadi. Buni biz uchun qulayliklari transport kartalarida keshbeklar yoki qisqartirilgan to'lovlar bor. Talabalar uchun imtiyozlar, mana nogironlar uchun o'tiradigan alohida joylar bor, konditsionerlar bor. Yozda sovutadi, qishda isitadi. Avtobus yo'nalishlari yangi tarmog'ining joriy etilishi hamda sohani moliyalashtirishning yangi bruto shartnoma tizimiga o'tilishi natijasida avtobuslar xizmatidan foydalangan yo'lovchilar soni respublika bo'yicha 256 milliondan 568 millionga yetkazildi. Kunlik yo'lovchilar 2,5 milliondan oshdi. Avval bu 500 mingga yaqin yo'lovchini tashkil etgan. Respublikada 16 ta yangi tashuv korxonalari tashkil etildi. Tashuvchilarning yillik pul tushumi 402 milliard so'mdan 1 trillion 66 milliard so'mgacha oshdi. O'sish 160% dan ortiq. 2026-yil yakuniga qadar qo'shimcha ravishda 160 ta avtobus xarid qilinishi rejalashtirilgan. Buning uchun 13 million dollar qo'shimcha kredit mablag'larini yo'naltirish hamda 300 dan ziyod yangi ish o'rinlarini yaratish reja qilingan. Jamoat transport xizmatining jozibadorligi uning xalqqa yaqinligida. U faqat yo'lga chiqish vositasi emas, balki shaharning yuzi, odamlarning kundalik hayotidagi beminnat yordamchisidir.